Assalomu alaykum Ubaytul obunachilar. Bugun sizlarga Rolf brendidan ikki xil drelimizni tanishtirib o'tamiz. Buni afzallik tomonlari va bu drel ishlatganinglarda nimalarga ahamiyat berishinglar va drelimizni ishlash strukturalari, ichidagi mexanizmlari bir-biridan farqlarini tanishtirib o'tamiz. Sizlarga bu qo'yayotgan videolarimiz manfaatli bo'layotgan bo'lsa, videoga like bosishni unutmang. Sizlar bilan bu drellarimizni bitta ochib ko'rib, komplektda nimalar chiqishini ko'rib o'tamiz. Ko'rishingiz mumkin, bu drelimizning komplektida o'zini dokumentlari bor. Buning ichida xarakteristikalari, nima vazifalar bajarishlari yozilgan. Har doimgi yetganimizda ichida zapas shotkasi ham bor, o'zining zapas shotkasi. Hop, drelimizni ko'rishingiz mumkin. Bu drelimiz 10 patronli 3,5 ming оборот 500 wattli Rolf drel bo'ladi. Bu drellarni asosan shuruq burashga, teshik teshishlarga ishlatiladi. Asosan gipskartonchi ustalarimiz o'zi yaxshi biladi. Bu drelimizni patronlari plastmassa bilan temir aralashtirilgan, baquvvatroq bo'lishi uchun, ishlatganingizda plastmassalari sinib ketmasligi uchun metalldan qilingan chastlari ham bor. Bu drelni iloji bo'lsa asosan shuruq burashga ishlashni tavsiya qilamiz. Temir teshishlarga, nagruzkali ishlarga boshqa bundan baquvvatroq drellarimiz bor. Bu drelni chapga o'ngga aylanadigan, knopkasini bosganingizda baland bas qiladigan funksiyalari ham bor. Buni knopkani qanchalik qattiq bosganingizda shunchalik tez aylanadi. Knopkani o'zida plavniy xodi bor. Keyingi katta drelimizni sizlarga tanishtirib o'tamiz. Drelimiz ko'rishingiz mumkin. Komplektida drel katta bo'lgani uchun nagruzkalar tushganda qo'shimcha ushlash ham bor. Komplektida keyin kuluvchi, patronni qoqirish uchun ishlatiladigan temir kuluvchilar bor. Keyin teshikni ishlayotgan paytimizda bizga teshikning razmerini o'lchash uchun doполнительный santimetrlar tushirilgan palichkasi bor. Har doimgidek zapas shotkasi, dokumentlari korobkasida drelimizni o'zi ko'rishingiz mumkin. Bu drelimiz 13 patronli 900 watt Rolf drelimiz bo'ladi. Bu drel bilan nagruzkali ishlar, temir teshishlar, taxta teshishlar, og'ir ishlar bilan foydalansanglar bo'ladi. Keyin bunda perforator rejimi ham bor. Perforator rejim deganda onda sonda kerak bo'ladi. Ustalarimiz drel olib perforatorga ham hojat tushishi mumkin. O'shanda bunda perforator rejimidan ham foydalanib ishlatsanglar bo'laveradi. Bu drelimizni patronlardan ko'rishingiz mumkin. Patroni ham temirli bo'lganda ham baquvvat temirli. Bunda kuluch bilan nasatga qotirib, keyin sverlori dumaloq bo'ladi. Dumaloq sverlorni kuluchda qotirmasangiz aylanib ketaveradi. Shuning uchun temirli kuluch bilan qattiq qotirib, bemalol sverlor qo'yib, teshib foydalansa ham bo'laveradi. Bu drelimizni hozirlarga ochib, nima uchun bu kuchli, shuni ko'rsatib berishga harakat qilamiz hozir. Bu drelimizni ko'rishingiz mumkin. Uchkalari bilan yig'ilgan holatda xuddi shunaqa bo'ladi. Bu drelda keyin yana sizlarga aytib o'tishimiz mumkin. Knopkasida chapga o'ngga qiladigandan tashqari baland past qiladigan funksiyalari ham bor. Hozir sizlarga bu drelimizni mexanizmini ochib, nima uchun bu kuchli drel hisoblanganini ko'rsatib beramiz. Bu drelimizni hozir sizlarga reduktorini ko'rsatib beramiz. Ko'rishingiz mumkin, bu drelimizni reduktorini bu metallический korpus bilan qoplangan. Metallический qilingan sababi nagruzka tushgan paytda qizib ketsa bemalol защита qilib turish uchun. Keyin bolgarkamizda ko'rsatganimizdek bu joyida ko'p drellarda ham vtulka qilinadi. Bu vtulka tez yedirilib ketadi. Nagruzka berganda luft bo'lib drelni buzilishiga olib keladi. Shuning uchun bu drelimizda pashshinniy qilib qilingan. Pashshinniy qilingan sababi bu uzoqroq xizmat qilish uchun reduktorida vtulkani o'rniga pashshinniy qilib yig'ilgan. Hozir sizlarga bu drelimizni yakrlari, knopka taraflarini ham sizlarga tanishtirib o'tamiz.
ko'rishingiz mumkin. Knopka taraflari, cho'tkalari qanaqa holatda bo'lganini. Bu заводской original instrumentligini ko'rishingiz mumkin. Ko'p shurpavertlarda, drellarda ulangan joyida kontaktlari qo'yilmaydi. Bunda zo'r ulangan. Sifati zo'rligi bitta ochganning o'zida ko'rinadi. Knopkalari ham скоростliligini mana ko'rishingiz mumkin. Ostiga yakrlarni ochib ko'rsatib beramiz. Cho'tkalari xuddi shunaqa holatda chiqarib almashtiriladi. O'zingizlar uchun bilib qo'yganingiz yaxshi. Ikkita shurupini yechib, cho'tkalarini chiqarib, o'zini komplektida chiqqan заводской cho'tkasini keyinchalik almashtirishingiz mumkin. Mana ko'rishingiz mumkin. Yakrlari, obmotkalari sifati zo'r. Bu mana bunaqa ipli yakrlar sifati yaxshi yakr hisoblanadi. Keyin ko'rishingiz mumkin, tagidagi pashinin kotidagi salnilari ham metallический защита bilan qoplangan. Bu salni ham yaxshi salni qilib qo'yilgan. Har doimgidek aytgan pashinliklarimiz rezinaviy qoplama bilan qoplangan. Obmotkasini ham ko'rishingiz mumkin. Obmotkalari ham kraskasi, laklari yaxshi qilib qilingan. Qizib ketgan paytda chidamli bo'lib, nagruzka paytida kuyib qolmasligini ta'minlab beradi. Ko'rganingizdek, drellarimizni ko'rsatib o'tdik sizlarga. Agar bu qilayotgan videolarimiz sizlarga manfaatli bo'lgan bo'lsa, ozgina bo'lsa ham sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, videolarga like bosib, podelitsiya qilib, tanishlarga jo'natib qo'yinglar va kanallarimizga obuna bo'lib, ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib borishlarini tavsiya qilamiz. Keyin bunaqa drellarimiz, professional instrumentlarimiz kimga kerak bo'lsa, ubaytools.com saytlaridan yoki ubaytools ilovasidan xarid qilishingiz mumkin.